Sabah Köy programımızın yeni sani bugün sizler bilen yeni yüz görüştü. Ben riyasatçı Nazgül Tırsuncan. Qadirli dostlar, her günü dehqonlar sunayotgan Şinjan Sabah Madaniyat tarqatı çekiştirikdə işlеген Şinjan Dılqan Xalqaro söz çekiştirikdə tajdarlığını algan her bir sanımız arqılıq sizlərə mənəvi zoq bağışlaş bizning hem burcumuz hem xizmetimiz. Bu san programımızın aziz mehmani tex yaqindala özünün yeni köyü arqılıq həmməyləngə zoq bağışlagan, yani Turpan şəhərlik Naqsul ömügünün peshqadam san'atkori Sami Osman Efendi qarşılamız. Yaxshimsiz. Salam Sabah Köyü programmasini yaqtirib ko'rayotgan barliq tomoshabinlar, naqshi do'stlar Sami Osmondan o'tliq salom. Qarşılamız. Demek endi tex yaqindala bir yeni köyünüzni anglab hozirlangandik. Qaraganda Sabah Köyü sahnimizni yaxshi ko'rasiz aka. To'g'ri, intan yaxshi ko'raman. Bu qatim kelishdiki sabab bizniki yana Kerimjon Muhammad Ali. Bu yoshlar uchun bir naqshi o'rlab qo'ysang bo'pti aka degan deb bu tavsiyani anglab bak xush bo'lib, yoshlarga bir naqshi so'q qilgim keldi. Ha, undaqda bu ijodiyat Kerimjon Muhammad Ali'niki, muzikasi Mahmudjon Xo'ja Umidvar so'zi. Ha, bo'ladi. Undaqda Kerimjonga o'xshash shundaq bir yoqdan o'zining naqshlari uchun ajr singdirib, bir yoqdan ustoz san'atkorlar va yosh yetilayotgan naqshchilar uchun ajr qilayotgan Pərdə Aqsidagi mushu do'stlarimizning umri uzun bo'lsin. Rahmat. Kerimjonga zo'r utuqlar yor bo'lsin. Amsa bugun kuyimizning ismi Zar qilma. Zar qilma. Bu meningcha shu muhabbat kuyi. Tanz keldigan naqshidek bilinadi-ku. Ya asta lirik naqshimi ham? Bakmi lirik emas, bakmi tez emas, o'tir hol tep oldingiz. Ashtami? Ha, shu zar qilma deganda kellamchi. Qanamsa bu yangi kuyga birlikda quloq solaylik. Eğer mundin keter bulsam, birovni hem nigar qilma. Eğer mundin keter bulsam, birovni hem nigar qilma. Ko'zing yoshla yurakni til, lekin ishqim bekor qilma. Lekin ishqim bekor qilma. Lekin ishqim bekor qilma. Men uç yürermen zar, seni söyledim, seni ey yar. Tutar men uç yürermen zar, seni söyledim, seni ey yar. Fıraqında qalender qil, sadaqatni nisar qilma. Sadaqatni nisar qilma. Sadaqatni nisar qilma. Muhabbet deştede kaldım, kulumga saz daraldım. Muhabbet deştede kaldım, kulumga saz daraldım. Cemalın şevkige
meni ko'p xor uzar qilma meni ko'p xor uzar qilma Cunun sakrasıda yürüdüm Mecnun halini men gördüm Cunun sakrasıda yürüdüm Mecnun halini men gördüm Leyla dek sana köydüm Mini sen zafran kılma Meni sen zafran kılma Meni sen zafran kılma Meni sen zafran kılma Meni sen zafran kılma Qadrli dostlar, qaytib keldik. Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro so'z tekshirdi tajdarligidagi Sabah kuyi programmasi. Samika demak hamda Kerimjonning shu tavsiyasi turtkisida bugun mana yangi bir kuy olib kelibsiz. Intayin xursand bo'ldik. Chiroyli naqshlaringiz uzilib qolmasin. Sizga o'xshash mushnaq mo'l-usulliq naqshchilar va mo'l-usulliq ijodiyatchilar Sabah kuy sahnimizni texmo rangdarlashtirdi, texmo gullandirdi. Rahmat. Demak hamda Samika mujraqdan kapdi. Balki maqsam Müşü kostyum burulklarini tayyor qilman deb chiqadigan oqshomga qandaroq yasnib chiqsam bo'ladi deb baldir uxlayolmay qoldi deb o'ylab bugun sizga mushu Şinjan Dilkan Xalqaro so'z tekshirdi Dilkan Navbayjing ichimligini tayyor qilib qo'yibdi. Rahmat, singlim rahmat. Buningda hamda mundaq bir narsani ko'pchilikka deb qo'ygim keldi. Buni men qiypi qaraydigan bo'lsak, ustida mundaq bir belgi bor ekan. Kök birliqi ishlarbidak bir narsa turamdi. Buning ismi hamda Baojian Shipin Lamao deydiganimiz, ya'ni sog'lomlik mahsulotlari kök qalpoq belgisi. Kök qalpoq belgisi. Bu odatda hamda mushu janjallarning deb berishicha, odatda Jungha Xalq Cumhuriyati Sahiyya Ministerligi tekshirib tasdiqlagandan keyin andan tarqitiladigan bir belgi ekan. Mushu tasdiqqa erishgan barliq sog'lomlik mahsulot o'ralmasgan mushu belgini mushunday qilib besib chiqarg'il bo'lgan hamda shu tasdiqdan o'tmasa bu belgi berilmaydi ekan. Demak, endi mushu belgining chaplanganining o'zi bexatarlikdan xotirjam holatda iste'mol qilsak bo'ladi. Badanga hech qanday aks ta'siri yo'q degan ma'nosi bor. Shuni do'stlar, bundan keyin agar sog'lomlik mahsuloti sotgan vaqtinglarda mana shundaq Baojian Shipin Lamao deydigan, ya'ni sog'lomlik mahsulotlari ko'k qalpoq belgisi bor mahsulot topib qolsa, xotirjam iste'mol qilsanglar bo'ladi ekan. Bundan bir narsa bilib oldik. Endi demak, shundaq xilma-xil alayliklarni o'ziga mujassamlagan Navbayjing ichimligini sizga sovg'a qildik aka. Rahmat. Bu marka hammamizga tunishliq marka. Rahmat. Uyqungiz ham yaxshi bo'lib ketsa, rahmat. Kech-kechlab ijodiyat qilib asyan uxlayapsiz. Maya qanday texmo aktivlashtiribdi deb. To'g'ri. Yangicha bavjon bilan. Rahmat, rahmat. Bo'ldi, salomat bo'ling. Qadrli do'stlar, Dilkan Navbayjing dan iborat mushu markani sizlarga tavsiya qilib kelyapmiz. Tavsiya qilayotganimiz marka bo'lgani bilan yana sizlarga beg'ishmoqchi bo'lganimiz sog'lomlik ndaqda tanlashlardan bo'lsin. Samika, sizning yana bir qatim mehmon bo'lib kelganingizga rahmat. Rahmat. Qadrli do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishaylik. Atk programmamiz texminadir. Xayr xo'sh. Agar mundan ketar bo'lsam, birovni ham nigar qilma. Agar mundan ketar bo'lsam, birovni ham nigar qilma. Ko'zing yoshlar yurakni til, lekin ishqim bekor qilma. Lekin ishqim bekor qilma. Lekin ishqim bekor qilma.